Yaqinlarim, assalomu alaykum. Toshkent shahari Kinnagidan, sentridan, Boylarni mahallasidan, keng, zo'r mahalladan sizlarga bir hovlini savdoga qo'yapmiz. Olib qo'yadigan joyi 6 soti, bir 6 ta xona plus 7 ta xona, 3 ta spalni, 3 ta zal, katta xollari bilan 2 talab oshxonalarni hozir sizlarga obzor qilamiz. Sizlar bir ko'ringlar. Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Huvaydo mahallasida shundoq Maftunquli ko'chasi mana shu xonadon to'g'risida bo'lyapti. Qaranglar, har bir bandaga nasib aylasin. Xonalarni hozir ko'rasizlar. Eng kichkina xonasi 5 ga 6. Bu hayron bo'lyapman. Bu sotishgandan keyin qanaqa yashirkin bu jiyanlar mana orqada ko'rsatib qo'yib. Bu jiyanlarim shularning uylari ekan. Zo'r insonlar. Kelib gaplashib, glavnisi o'rtada dallol yo'q, yaqinlarim, ishoninglar, makler yo'q. Prямо uyi egasi bilan olmoqchimisiz, o'zingizlar kelib savdolashinglar. Ipotekaga ham sotishar ekan, barter ham bor ekan. Pastda egasini nomeri, bemalol aloqaga chiqinglar. Shaxsan siz ham o'rtakasiz, dallolsiz, ana unga foiz bermasdan $100 ga ishingizni bitirmoqchimisiz? O'zbegim uylari xizmatingizda yaqinlarim, bir kunda ham sotib yuborasizlar. Narxlar realniy bo'lsa, bir chekkadan ko'rsatamiz. Siz kanalga obuna bo'lib, bir oxirigacha ko'ringlar. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Har bir layklar bosib, shu videolarimni tarqatib qo'ygan insonga bundan zo'rlari nasib aylasin. Kimdir uy joyli bo'lib qolsa, siz sababchi bo'lib qolasiz. Kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hovlini qaranglar. Go'zal hovli, kiraverishda oshxona. Общий 2 ta oshxonasi bor, 3 ta yotoqxona, katta hozir ko'rib qoyil qolasizlar. 3 ta sanuzel xona, bu yerda ham общий sanuzel xona bor ekan. Alhamdulillah, bir ko'rsatib qo'yamiz. Vannalarigacha bor. Bemalol. Qaranglar, hovlini kattaligini 2 etaj, bir chekkadan ko'rsatamiz. Tegi splashnoy podvol ekan. Bemalol. Sex qilasizmi? Futbolni plashatka qilasizmi? Zo'r ekan. Yuring, bir podvolni ham ko'rsatib qo'ying, operator. Tushamiz, chaqqon. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya yaqin, ani yaxshi qo'ni qo'shnilar bu yerda umuman muammo emas. Mahalla slishkim дружный. Qaranglar, kattaligini, tepalari beton. Maza qilib, bu sex daromadli joy qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Yuring, operator. Yaqinlarimiz hozir kiramizda, qaranglar, hamma yoq bruschatka qilingan, mramorlar qilingan. Ichkarilarni bir ko'ramiz. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Har bir bandaga nasib aylasin. Oilaviy, aka-ukalar, ota-onalarimdan, ota-onam deydiganlarga shunaqa joylar nasib aylasin. Yuring, operator. Shunda to'g'ri kirganda yotoqxona. Yotoqxonani qaranglar. Balandligi 4 metr. Bunaqasiga ketdi. Hozir mana bir pazda zvonoklar bo'lib turadi bizga. O'chirib turchi. Balandligi ham o'zi ham bir 4 metrdan oshiq, 6 metrga 4,5 metrli yotoqxona ichida sanuzel xonalari bilan. Kelib savdolashib olib qo'yadigan joyi, gaplashinglar. Eshik romlarni ham qaraylik, burungi taxtalardan yasalgan. Bu yoqda keling, operator. Zalni qaraylar bir. 10 metrdan oshiq, balandligi 4 metrdan oshiq. Eni ham bir 5 metrdan oshiq, qaranglar. Har bir bandaga nasib aylasin. Xonalarni qaranglar, kattaligini. Mana bu yoqda hol. Kattagina bir 6 metrga 10 metrlik holimiz. Prямо egasini o'zidan yaqinlarimiz. Xo'p bo'ladi. Hozir bu yoqlaringizni ko'rsatib olaylik. Bu yoqda yana bir yotoqxona. 6 ga 4,5 metrlik yotoqxona. Balangina, bu yoqni ham chiroqlari yonadi mana. Chiroylikkina joy. Yevro remont. Egasiga aloqaga chiqinglar. Ipoteka, barter, любой yo'lga yuraman deyaptilar. Gaplashinglar. Bu kottejlaringiz bo'lsa, bersanglar, o'rniga uy joyi olsanglar bo'ladi. Ularga kichkinaroq joy ham bo'ladi deyishyapti. Qaranglar, 12 metrga 4,5 metrli patologlarni qaranglar, qanaqa qilingan burungi patologlar. Bu yerda yana qoldi. Общий 7 ta xona ekan.
bemalol bitta oila joylashib olsa bo'lar ekan bu yoqqa ham. Mana sanuzel xonasi. Kelinglar, gaplashinglar, olib qo'yadigan joyi. Koridor. Bu yoqda yana bir detskiy qilib qo'yasizlarmi, sklad qilib qo'yasizlarmi? Bu yerda ham normalniy, mana bemalol domda bunaqa joyi kattagina zal qilib qo'yishgan. Hovli ham zo'r. Qani ukamiz, uxti. Bu yoqni ochamiz, qaranglar hovlini. Kelib gaplashinglar, savdolashinglar. Startiviy narxini endi bular aytveradilar. 450 ming dollar so'ralyapti. Endi bular gapiraveradi. Siz kelingda qancha berasiz? 100 berasizmi, 200 berasizmi, 300 berasizmi? Savdolashib, egasi bilan prama baraka qilinglar. Uchtepa sentr joy, Huvaydo boylari mahallasi. Sog' bo'linglar, har bir bandaga nasib aylasin. Amin deb yozib yuboringlar. Allohga omson. Alloh qodir qilib qo'yadi, kerak bo'lsa, g'oyibidan yetkazib qo'yadi. Allohdan so'raylar. Sog' bo'linglar, ketdik.